Yo'q, qiziq bo'ldi, lekin ro'yxatda bor ekan. Davron Fayziyev. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Siz bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun ozgina sog'lom hayot haqida suhbatlashamiz. Albatta biz sport sohasida bo'lganimiz sababli bevosita sog'lom hayot kechiruvchi insonlar bilan ko'p muloqotda bo'lamiz. Ko'pchilik sog'lom hayot deganda tan salomatligini nazarda tutadi va tushunadi. Lekin tani sog' inson fikrlashi, ongi, ruhiyati ham sog'lom bo'ladi. Chunki bu tartibli inson bo'ladi, bu intizomli inson bo'ladi. Sport intizomni tarbiyalaydi. Intizomsiz odam muntazam sport bilan shug'ullana olmaydi. Bugun men ko'ryapman va xursand bo'lyapman. O'zi yoshlar orasida sport bir urfga aylanyapti. Sport juda ham bir ommaviylashyapti hamda sport bilan shug'ullanuvchilar soni kundan kunga ortyapti. Men kuzataman, nafaqat trenajyor zallar, futbol maydonlari, katta tribunalar, balki ko'cha-ko'yda, hattoki mahallalarda ham deylik yosh kattalar piyoda yuradi, yoshroqlar yuguradi va har xil chiniqtiruvchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishyapti. Nega? Mana shu pandemiya davri ko'rsatdiki, odam kasal bo'lmasligi uchun eng avvalo o'zini chiniqtirib borish kerak. Va bunda eng muhim faktor muntazamlik. Sport bilan shug'ullanishda erta degan narsa ko'p. Ertaga boshlayman, ertaga davom ettiraman, ertaga bormasam hech narsa qilmayman. Bir marta o'tib, o'sha bir martaga hamma narsa bog'liq. Birinchi marta borasiz va sportni boshlaysiz. Bir marta bormaysiz, sportni tashlaysiz. Ertaga bormasam ham bo'ladi degan xayolni umuman o'chirib tashlashingiz kerak. Shunda siz sog'lom hayotga qadam tashlagan bo'lasiz. Qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, mas'uliyat bilan yondoshgan holda intiling, doimo olg'a intiling, to'xtab qolmang. Sport hayotingizning ajralmas bo'lagiga aylansa, ko'pchilik o'ylaydi, menda vaqt yetmayapti deb. Ishoning, sport hayotingizga qo'shing, vaqtingiz ko'payadi. Ko'payadi vaqtingiz, chunki sizda energiya va kuch paydo bo'ladi. Tushunamiz, o'zimiz ham yosh bo'lganmiz, bolalikda, o'spirinlik paytida chalg'ituvchi faktorlar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir ayniqsa bu, bilasiz, telefon. Telefon sizning foydangizga ishlasin, zararga emas. O'zi hamma narsani foydasi va zarari bo'ladi va o'rtada me'yori bo'ladi. Masalan, suv ham, suvsiz hayot yo'q. Suv hayot manbai. Lekin haddan tashqari ko'p suv ham sizni cho'ktirib yuborishi mumkin. Telefon, gadjetlar ham xuddi shunday. Nafaqat telefon va gadjetlar, hozir chalg'ituvchi narsalar juda ham ko'p. Iltimos, chalg'imang. Sizda missiya bo'lish kerak. O'sha missiyadan sizni hamma narsa chalg'itishga urinadi hayotda. Chalg'imang. Chunki ma'lum bir darajaga yetib borganingizdan keyin o'sha chalg'imaganingiz uchun o'zingizdan bir umr minnatdor bo'lasiz. Lekin agarda yengil, ko'ngilochar narsalarga chalg'ib qoladigan bo'lsangiz, ishoning, bir umr o'zingizni kechira olmaysiz. Shuning uchun bugundan kelajagingizni qurishni boshlang.